Assalomu alaykum. Intiqda xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatoy Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Chegarada joylashgan Axsinning Deres qishlog'ining yashovchilari boshqa joylarga ko'chishga majbur bo'lishmoqda. O'z o'g'li tomonidan kaltaklangan 80 yoshli onaxon uyiga qaytmoqchi emasligini bildirdi. O'sh shahridagi xususiy ofisdan 4.706.000 so'm o'g'irlangan. O'zganda mahalliy yashovchilar yer qaziyotib kattaligi tandirday bo'lgan xum topib olishdi. O'shning Nomad klubi basketbol bo'yicha 1-liga chempioni bo'ldi. O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining kriminal militsiya xodimlari yirik summadagi o'g'irlikni fosh qilishda 8-martga o'tar kechasi noma'lum kishilar O'sh shahrining Oloy ko'chasi hududida joylashgan xususiy ofislarning biriga o'g'irlikka kirib, bu yerdagi seyfda saqlangan umumiy summasi 4.706.000 so'm pulni o'g'irlashgan. Har tomonlama qidiruv va tekshiruv ishlari natijasida bu jinoyatda gumondor qatori 23 yoshdagi va 27 yoshdagi 2 kishi qo'lga olindi. Ular O'sh shahriga yaqin qishloqlarning biridagi masjiddan chiqib kelayotganda qo'lga olingan. Ularning biri pul o'g'irlagan ishxonada ishlashi aniqlandi. Militsiyaning taxmini bo'yicha ma'lumot bergan va uni o'g'irlashga tayyorlagan ham mana shu kishi bo'lgan. Qo'lga olingan kishilarning biridan 1.460.000 so'm, ikkinchisidan esa 900.000 so'm pul olingan. Ular pullarni uylarning hovlisiga ko'mgan joydan o'zlari olib berishgan. Pulning qolgan qismini esa ko'ngilochar joylarga sarflashgan. Hozirda gumondorlar ustidan o'g'irlik bo'yicha tekshiruv ishlari bormoqda. O'sh shahar sudi 25-martda ularni 2 oyga qamash bo'yicha sanksiya berdi. Jalolobod oblastiga qarashli Suzoq rayonining Toshbuloq qishloq hududidagi Ko'kar daryosining cheti mustahkamlanmoqda. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, daryodagi suvning sathi ko'tarilib, Intimaq qishlog'idagi Blagoveshenka ko'prigi ostini suv yuvib, himoya qiluvchi to'siqlar buzila boshlagan. Suv bo'yidagi aholi qishloq xo'jaligi yerlariga, ijtimoiy obyektlarga xavf solmoqda. Shu sababli hokimiyat 4-martda favqulodda holat e'lon qilgan. Bugungi kungacha umumiy 175 mashina tosh, 8 mashina mayda toshlar olib kelinib, to'siqning 170 metr masofasi mustahkamlandi. Daryo chetini mustahkamlash ishlari bugun ham davom etdi. Chegarada joylashgan Axsinning Deres qishlog'ining yashovchilari boshqa hududga ko'chib o'tishmoqda. Bunga hududdagi bir qancha ijtimoiy muammolarning hal qilinmasligi va davlat tomonidan hech qanday qo'llov bo'lmayotgani sabab bo'lgan. Shu bilan birga Toldibuloq uchastkasida tez tabiiy ofatlar sodir bo'lib, uni bartaraf qilishga mahalliy hukumat hech qanday chora ko'rmagan. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Qunduz O'muraliyeva uy-joyini tashlab ko'chib ketayotganlardan biri. Uning boshqa yerga ketishiga chegaradagi holat sabab bo'lgan. Toza suv yo'q. Yo'llar nachar, maktab olis o'quvchilarga sel kelib qaptadi. Shu qurosning ichine cheyin to'lib uylarimizga cheyin kirib ketdi. Ana o'sha turalardan berden ketdik de ne qilamiz anan keyin. Biz chaqa jardan bo'lbodi kelgen deputatlar shunday nemete chegarabыз, uni yoqdan o'ta olmay qoldik. Mal barsa ele o'tkizib ketdi. Narkotikka qiynaldik. Yo'q degende ündüklerimizga cheyin o'tib atdi da. Jo'g'otdi, haydab ketib qolyapti O'zbekiston soldatlari. O'muraliyeva kabi Deres qishlog'ining Toldibuloq uchastkasidan 10 ga yaqin oila ko'chib ketgan. Bu yerda yana 8 nafar oila qolgan. Ular ham sharoiti og'ir hududda yana qancha qolishi noma'lum. Sababi bu yerda ichimlik suv va ijtimoiy muassasalar yo'q. Bu yerdan baldarimizni o'qitib eplab bitirdik. Qatnash qiyin bo'ldi, 7-8 kilometr oralda. Toza suvni jilonik ay tashib ichamiz. Ondan keyin jamg'ir sang'udan toz olamiz ichganga. Shart qiyin shunday. Anan chegarada mene yaqin qancha eshaklar ustaldim, 13 eshak aldirdim chegarada. Yoqdan sel keladi, cho'ng sel keladi. Uylarni qaptaydi. Eldan bari ko'chib ketdi mendan boshqasi. Bu yerga yashovchilar 1980-yillardan boshlab o'rnasha boshlagan. U vaqtda hukumat tomonidan ko'p e'tibor qaratilgani uchun boshqa yerga ko'chib ketish xayolimizga ham kelmagan deydi Aqil Jumatayeva. Uning so'zlariga ko'ra, chegarada istiqomat qilganlar ko'proq chegara daxlsizligini nazorat qilishadi. Biroq davlat e'tiboridan chetda qolishi ularni shu qadamga borishga majbur qilmoqda. Agar biz bo'lmaganda bu yerlar O'zbekiston qachon o'tib ketadi bo'lchi?
Men 83 көчүп келгенде даже эшекпенектерде өзбектер тамсалып койгон болчу. Кийин кары сүрүлүп көчүшүп кетти. Toldi buloqliklar ichimlik suvini 10 chaqirim masofadan tashib kelib ichishadi, ba'zan yomg'ir suvidan foydalanishadi. Shunday ichamiz, yashashimiz eng og'ir. Bu ichib turgan Ayni yo'q, ichib turgan toza suv shu. Qancha vaqt shuni saqlaysizlar? Bir jumaga 10 kun, 20 kungacha miritdi. Deyres qishlog'ining Toldi buloq uchastkasida suvdan boshqa muammolar ham bor. Maktab, FAP, internet va uyali aloqalarning yo'qligi yashovchilarga bir qancha muammo yaratadi. Mazkur muammolar borasida bir necha marta mutasaddi tomonlarga murojaat qilishgan, biroq hech qanaqa natija chiqmagan. Ayttık, jastık, yorka geçkeçe jastık, ayttık dedik. Yani aydın statüsü da belirlegen, çegara statüsü da belirlegen bir yaka. Şöyle bizim meselelerimiz. Ошол үчүн бул жака эч кандай көңүл Aqsi rayonining Deyres qishlog'i O'zbekistonning Chortoq tumani bilan chegaradosh. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistonda chegaradosh hududda joylashgan degan maqomdagi 61 ta qishloq, 8 ta uchastka bor. Ularning 12 tasi Jalolobod oblasida joylashgan. O'shda 80 yoshli onasini kaltaklagan fuqaro qo'lga olindi. Ishchilikka berilgan 44 yoshdagi Qorasuv rayonining yashovchisi bu vaqtgacha ham onasini kaltaklab yurgani ma'lum bo'ldi. O'z farzandi qo'lida azob tortgan ona hozirda O'sh shahridagi Aqjurak krizis markazida davolanmoqda. 80 yoshli onaxon endi uyiga bormay, qariyalar uyida qolishini ma'lum qildi. O'sh oblasining Qorasuv rayonini 80 yoshdagi yashovchisi o'z bolasi tomonidan kaltaklandi. Onaning 44 yoshdagi o'g'li bungacha ham urib turishi ma'lum bo'lgan. Ayni vaqtda ona O'shdagi Aqjurak krizis markazida mutaxassislar nazoratida. Farzandi ustidan tan jarohati yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Daha bir nerse bir kural alayın degenbe, je da bir jaka şu mastıq mene girip ketkende bir komnatalarına. Anan divanın altına girip kettir da. Ошондон жан сактап таң атка чейин туруп, анан кийин эшин култап кетип калган экен. Анан айнектен ушу өтүп бараткан кишилерди чакырып, ушул аркылуу анан куткарылып калыптыр да. Bu kabi voqealar jamiyatda tez-tez uchrab turadi, deydi ruhshunoslar. Yildan-yilga keksa otaxon, onaxonlar farzandidan mehr o'rniga qahr ko'rayotgan holatlari ortib bormoqda. Ijtimoiy kam ta'minlangan oila farzandlaridan tashqari hayot zarbalariga chiday olmagan, to'laqonli hayotda kun kechirganlar ham bu qadamga borayotgani aytiladi. Бул деген ар түрдүү бир сөз менен айтууга мүмкүн эмес. Биздин ар түрдүү факторлор таасир этип атат. Бул жумушсуздук да бар ичинде. Жетишпеген жашоо да бар, жетишкендик да бар арасында. Анан кийин тарбиянын, үй бүлөдөгү болгон тарбиянын бир аз солгундаган, аксагандыгы дагы бар да. Kaltaklangan ona uyiga qaytib bormasligini, o'z ixtiyori bilan qariyalar uyiga ketishini ma'lum qilgan. O'shdagi Bo'rikerdek uyiga har yili 5-6 nafar onalar keladi. Ularning ko'pchiligi o'z ixtiyori bilan kelganini aytishadi. Biroq bunga asosan oilaviy nizolar yoki bolalarning befarqligi sabab bo'lishini mutaxassislar ma'lum qilishdi. Iki ulum var, biri ölüp kalgan, biri emi üylöndü. Hem Kuday buyursa gelip alıp ketedi degen ümitim var. Kütüp oturam. Balam buldırı gelip ketken kütüm, ayva kütüm. Hem üylöndü, hem Kuday buyursa alıp gelip meni alıp ketsin degen çok ümitlerim var. O'shdagi Aqjurak krizis markaziga yil boshidan beri murojaat qilgan keksalar soni 10 dan ortadi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, bu kabi faktlarni oldini olish uchun jamiyatning barcha a'zosi teng harakat qilishi lozim. Hilola Ashurova, Mahburat Alibayeva, Beksulton Abiyev, Intimaq. 1990-yillari Batken rayonining O'zbekiston bilan chegaradosh Qorato'qay qishlog'iga suv ombori qurish rejalashtirilib, qishloqdagi 200 xo'jalik Oygultog' yaqiniga ko'chirish talabi qo'yilgan. Unda 100 ga yaqin uy ko'chirilib, to'liq bitmay ittifoq tarqagan. Suv ombori qurilmay qolgani bilan 50 ga yaqin xo'jalik ko'chib, yangi qishloq barpo bo'lgan. Biroq mazkur qishloqning Oygultosh degan nomigina bo'lib, mustaqillikdan beri e'tibor qaratilmay qarovsiz qolgan. Ulug'bek Mukarramov Aygultosh qishlog'i yashovchisi 1991-yili Qorato'qay qishlog'idan ko'chib kelgan. Sababi o'sha vaqtda qishloqqa suv ombori qurilishi kerak bo'lib, 200 xo'jalik Aygultosh qishlog'iga ko'chirish talabi qo'yilgan. Biroq suv ombori bitmasidan avval ittifoq tugatiladi. Biroq o'sha vaqtdan beri Aygultosh qishlog'iga yetarli sharoitlar yaratilmagan.
Suv saqlash to'xtagandan keyin o'sha qolib ketdi. Shu qoldi kelganlar mana shuni jaylanib qolganmiz. Keyin kelganda mana o'zing ko'rib o'tasan, mana shu o'zi chalaganda o'zi ishlab kelib, mana shu bitirib o'tadi. Rossiyaga olib kelib shu bo'lgan. Bunday qilib ko'chib kelganlar ortiga qayta olmay 45 xo'jalik bugungi kungacha sharoitlari yo'q yerda istiqomat qilishadi. Suv haftasiga bir marta beriladi. O'sha vaqtda bor idishlarni to'ldirib, keyingi haftagacha yetkazishadi. Suv tartish. Misol uchun men bugun suv ichsam 5 kundan keyin keladi-da mazali suvni o'tcha. O'ychan suv yo'q. O'ychan suv yo'q. Bultur nasıl o'sha joyda o'rta bor tam bo'lgan ertaramcha. Qurab qoldi. Hozir qishning kuni 2 soatda sali idishlari bor, har bir uyda, har bir qo'rg'ondan kran chiqadi-da. Shuni to'ltiradi. Anan yozning kuniga aydalsa 5 kunda bir o'chiradi deydi. Qishloqda boshlang'ich maktab bor. O'quvchilar uni tugatgandan keyin qo'shni qishloqdagi maktabga qatnashadi. Yo'l olis, Bo'zadir, Aygultosh orasida qatnov yo'q. Har kuni taksi bo'lishi ham muammo. Bolalar o'z 4-klassdan keyin 5-klassdan boshlab student. Bo'zadirga baratlar, 1-kun baratlar, subota kuni keletler. Yo'lda qiynalatlar, mashina olsa oladi, olmasa yo'q. Qiyinchilikmen borib keletler. Yosh kichkina bolalarimiz bo'lsa, sadik degan yo'q. Qarovsiz qolgan ayildayli suvimiz bo'lsa yo'q. Dehqonchilik uchun suv bo'lmagani uchun yashovchilarning ko'pchiligi muhojirlikda yurishadi. So'nggi vaqtlarda oilasi bilan ko'chib ketganlar soni ortgani sababli har ikkinchi xonadonga qulf osilganini ko'rish mumkin. Bu yerda ko'yga juda ko'p. Mana turgan fab bizningcha, mana. Surqolasa shu fab qaraz. Buni ham qo'lda ashar menda qurganmiz buni hamchi. Shu yerni toptab nima ketadi. Duvarni urib, shuvab, kishnar ustiga nimaga batgandan yordam bergan shifr aynaklariga. Qolgan joyni fundamentini bitta ponda suyganmizda. Ashar jo'lmen. Qishloqdagi 2 do'kon va hashar yo'l bilan qurilgan FAPni hisobga olmasa, o'sha 89-yildan beri bu qishloqqa birorta ham ijtimoiy bino qurilmagan. Hukumat e'tiboridan chetda qolgan Aygultosh qishlog'iga har yili aygul guli gullagan vaqtda o'lkaning turli burchaklaridan kelganlarni ko'rish mumkin. O'sh shahar soliq xizmati fuqarolardan umumiy soliq deklaratsiyasini tungi soat 24 gacha qabul qiladi. Bu haqda O'sh shahar soliq xizmatidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra 25-martdan 31-martgacha respublikaning barcha soliq boshqarmasining xodimlari uzaytirilgan kun tartibida ishlashmoqda. Endi soat 18:00 gacha ishlagan fuqarolar mulki va daromadi haqidagi deklaratsiyani ishdan keyin topshira olishadi. Jismoniy shaxslar 1-aprelgacha o'tgan yil uchun daromadini, ishi va mulki haqidagi ma'lumotlarni soliq xizmatiga berish kerak. Deklaratsiyani davlat va munisipal xodimlar, jismoniy shaxslar, dehqon xo'jaliklari, xususiy avtomashina va ko'chmas mulki bor odamlar topshirishga majbur deb belgilangan. O'z vaqtida topshirilmagan deklaratsiya uchun 1000 so'm jarima to'lanadi. O'sh oblastida O'zgan rayonining Mirzariq qishlog'i turg'uni yer qaziyotib xum topib olgan. Topilmaning hajmi tandir bilan teng bo'lib, uni Ismoil Bakirov topgan. Xum katta bo'lgani uchun uni butunligicha chiqarish qiyin bo'ldi, deydi Ismoil Bakirov. Uning ichidan hech nima chiqmagan. Xum ilgari suv saqlash uchun foydalanilgan deb taxmin qilinmoqda. Qishloq yashovchilarining aytishicha, bu vaqtgacha ham mana shunday xumlar mazkur hududdan topilgan. O'shda bog'bonlar uchun sifatli ko'chatlar sotilmoqda. Bu yerdan turli meva ko'chatlarini topish mumkin. Yevropadan maxsus olib kelingan ko'chatlarning bahosi va mahalliy ko'chatlardan farqi haqida navbatdagi lavhada bilib olasiz. Bog'bonlar uchun eng asosiysi sifatli ko'chat ekib mo'l hosil olishdir. Buning uchun albatta to'g'ri ko'chat tanlay bilish kerak. O'sh oblastining tumanlaridan kelgan bog'bonlar ko'chatlarni karlik va yarim karlik turlariga ajratishadi. Bunday ko'chatlar qayerda sotilishi ham yaxshi bilishadi. Karligini olib ketganmiz. Bu yerda almalardachi. Biz sal bir kecha olganmiz maylardachi. Biroq tutpaydi olib ketdik. Biroq 100% bilan qarmadi o'sha almalarchi. Birinchi yılı 1-2-3'ten aldı. Bıltırdağı ucu göğüydü memösücü. Emi hazır biz 5-6 tüp cede bir 10 saat cede örgüz var, örgütleri de aldırıp salıp emi şu pol karlık'a geldik hazırça. Emi oşal cede bir 60 tüp gedetti odat. Bu yerda karlik va yarim karlik ko'chatlarni olganlar kutilgan natijaga erishgandan keyin do'stlari va yaqinlariga taklif qilishadi. Уже bultur tushmay boshladi. Cho'ng boyag'i bizga Polshadan Xitoydan keladigan cho'ng almalar. O'shalar biz o'zimizda bo'ladi ekanda. Men shanba yurdim elimda, Gumensana, Balo, Volvo. Biroq negizidan
qaraganda eng son bo'ladi ekan. Biz noqatning shartida boshqa rayonda bilmayman, noqatning shartida son bo'ladi ekanda. Hozirdaagi uyda turadi. Bayağı almalarchi ko'rganlar aytadi, buni qayerdan olib kelding deb. Negizi aytdim, shu o'zimning огородdan chiqqan. Buni ham egib, yaxshi qarab, anan anchamchabul qo'rab aytgan. Men olib ketgandan почти 100% ko'ktasam jangalbayim-da. Karlik va yarim karlik ko'chatlar hozircha faqat shu yerda sotiladi. Bu yerdagilar Yevropadan keltirilib, deyarli barcha daraxt turlari bor. Mazkur ko'chat hosilining mazasi ham boshqacha bo'ladi. Sotuvchilar xaridorlarga maslahatlarni berib, uni to'g'ri ko'chirish yo'l yo'riqlarini tushuntirib berishadi. Birinchi yillar olib kelganda mevasini ko'rmay turib, ishonish qiyin edi. Hozir ellar o'zlari yegib, o'zlari ko'rib, boshdan ko'rib, tug'andan ko'rib, ishini payda boshladi, ele boshladi. Bağmançılıqdan payda жағын көре баштады dehqonlar. Anan hozirgi biz olib kelayotgan ko'chatlarning sapati bo'yicha aytib kete turgan bo'lsak, ko'chat o'zi negizi bo'linib keladi. 1-chi, 2-chi, 3-chi klass. Bizde olib kelgan ko'chatlar 1-chi klassga соответствует etadi, o'zining требованиясы бар. Misal alganda ыңгайлуу шарттар жагынан баасы арзан буның. Misal үчүн местный көчөттөр эле жакшы. Алар деле жакшы. Булар мына алмалар 150 сомдон, кокон грес черешни булар 200 сом. 2 жылдык көчөттөр. Bunun barına yerin tamırasıga gömüp жерге gömüp sularını berip dayarlıq veriyoruz. Kep kengешimiz bardığımız veriyoruz. Köp ekkenlerge agrotexniski сопровождение var. 2 yıl konsultasiya besplatno beriladi. Anvar Erkaboyev karlik va yarim karlik ko'chatlarni 5 yildan beri Yevropadan to'g'ri olib keladi. Hozircha xaridorlar tomonidan hech qanaqa noroziliklar bildirilmadi. Aksincha bir olganlar keyingi yili ham kelib boshqa turidan olib ketadi, deydi xususiy tadbirkor. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. O'shning Nomad klubi basketbol bo'yicha 1-liga chempioni. Mazkur jamoa oltin medal va qo'lga kiritilgan kubok bilan Bishkekdan qaytib keldi. Chempion bo'lgan sportchilarni O'sh aeroportida yaqin qarindoshlari va muxlislari kutib olishdi. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. O'lka tarixida basketbol bo'yicha bunday pog'onani birinchi bo'lib O'shning jamoasi qo'lga kiritdi. Shu sababli bugun ularni muxlislari aeroportdan kutib olishdi. Jamoa sardori mazkur yutuqqa erishish oson bo'lmaganini ta'kidladi. Bu Nomad degan klub o'tgan yili 2018dan boshlab ele basketbolni yaxshi ko'rib, murda o'ynab yurgan bolalardan ele tuzilib, Nomad deb atalib, janaqi qirg'izlarning ko'chman degan bildiradi. Bu соревнованияларга birinchi жолу катышышыбыз. Мына 2018-2019 сезонда birinchi жолу катышып, ушул birinchi орунга жетиштик. Ta'kidlab o'tsak, basketbol bo'yicha 2018-2019 yillar Qirg'iziston 1-ligasi o'tgan yilning 1-dekabrdan boshlanib, unda 14 jamoa 2 guruhda bahslar o'tkazishgan. Unda Nomad jamoasi guruhdan chiqib final o'yinlarida raqibini yirik hisob bilan yengib g'olib bo'lgan edi. Birinchi o'yindu Tilekka qarshi o'tkazib qo'ydik elek. Baldardın monayı dele, menim как тренер қатары деле монайым деле түшүп калды, чын айтсам. 2 жолу кылган турган болуп, экинчи оюнга даярданып туруп, барып оң очкого кайра ошол политехникени экинчи оюнда уттук элек. Ошондо чечиши решающий оюн 3-чү оюн болду. Балдар деле молодец, самоотдача менен ойношуп, өзүн көрсөтүп, характер ошол Оштун характери, Оштун болельщиктери жардамы менен ошол жеңишке жеттик. Tarixda birinchi marotaba Qirg'iziston chempionati bo'lgan O'shning Nomad klubidan 2 a'zosi eng yaxshi o'yinchilar ro'yxatiga kirgan. Hujumchi turnir davomida eng ko'p savatga to'p kirgizgan. Hujumchi turnir davomida savatga eng ko'p to'p tashlagani bilan farq qilsa, jamoa sardori o'ziga xos o'yini bilan ko'pchilikka manzur keldi. Çeyrek finalda bizdin Konstantin Usenko degan jigitimiz bir oyunda 45 ochko alıp oşol turnirden eng çoğ açılışı oldu, eng çoğ жетишкендиги oldu. Bunu basketbolda MVP деп коет, eng çoğ бериле турган нам ар бир oyunga. Андан сырткары жалпы турнирдин алкагында биздин капитан Мазитов Руслан статистика боюнча дээрлик бардык жак тараптан алдыңкы орундарга жетип, анан жалпы турнирдин жыйынтыгында эң мыкты oyuncu деп нам ыйгарылды. O'shning basketbol klubi tuzilganiga endi 1 yil bo'ldi. Qoidaga ko'ra qisqa vaqtda chempion bo'lgan jamoa a'zolariga sport ustasi degan unvon topshiriladi. Sport ustasi nomini olganlarga moddiy mablag' ham ajratilishi kutilmoqda. Bobur Tojiboyev, Jo'ldiboy Aytqulov, Beksulton Abiyev, Intimoq.
Bugun intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.